Butun O'zbekiston mana shu avtomobilni qidirayotgan bir paytda hozir odam sizlarga qop-qora 2026 dan xudo xolasa topib qo'ydi. Akalar, qaranglar, avtomobilimiz bilgan biladi. Qaranglar. Ichki salonlari, monitor, konditsioner, multimedia rullardan hamma funksiyalari bor. 9 o'rinliqli bo'ladi, juda ham keng bo'ladi. Oldi mordalari ham juda chiroyli avtomobilimizni qaranglar. Akalar, rullarni tushuntirib o'tay sizlarga. Sizlar ko'rdilar-ya. Sana o'tirishim shart emas. Sana o'tirsam vaqt ko'p ketib qolyapti akalar. Atlayman, o'pmay. Avtomobilimizni narxini so'raysizlar. Narxi akalar 243 million so'm avtomobilimiz tan narxi. Xo'p, bitta ish qilamiz. Avtokreditdan boshlanish 25-30% bilan chiqarib beraveraman akalar. Bonuslari ham bor. Xohlasalar ham polni va xohlasalar tonirovka, xohlasalar ham poli. Chiroyli qilib berilaveradi akalar. Ko'p gap cho'zib o'tirmaymiz. Pastdagi nomerga bitta telefon qilsanglar, sizlarda ham bizning vaqtimiz ekonom bo'ladi akalar. Chiroylab gaplashaveramiz. Hammasini tushuntirib o'taman. Taklif etishi yoki boshqa nimalar kerak, nima qilib beriladi, hammasini qilib o'tamiz akalar. Garantiyalar ham bor. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barchangizni qo'ng'iroq kutib qolaman.